uyga kirgan odam o'zini xuddi kinolarda yashayotgandek his qiladi. Neoklassika uslubidan ta'mirdan chiqarilgan haqiqatan mehr bilan qurilgan xonadonni ko'rmasanglar bo'lmaydi o'rtoqlar. 2 sotuvda shunaqangi chiroyli xonadon qurilibdi. Binochiga kirishimiz bilan hol bizni kutib oladi. O'ng tomonda oppoq zinalarimiz, chiroyli uzun katta lyustralarimiz, chap tomonimizda bo'lsa mehmonxonamiz, orqa hovliga qaragan oynalari. Bizning oilamizga ham shunaqangi chiroyli uylar nasib ro'za aylasin deganlar videoga like bosib qo'yinglar. Ayollarimiz uchun sevimli xonamiz, oshxonamizni ham chiroyli qilib bezatib qo'yishdi. Umumiy sanuzelari alohida qilingan. Otaxona xollarimizga mana shunaqa yotoqxonalarimiz orqa hovliga qaragan oynalarigacha qilingan ekan. Dizaynlariga 1 dan 5 gacha baho beringlar. Chiqarishimizda mozaika oynalari va katta lyustralar ilingan. Qarang do'stim, ikkinchi qavatda ham hol qismlari qilingan ekan. O'rtoqlar, shu hol qilish kerakmi yo'qmi ikkinchi qavatda? O'zingizlar bitta fikrlarni qoldiringlar. Mana shu hol o'rniga yotoqxona qilib olingan yaxshimi yoki holni o'zi qolgani yaxshimi? Bu tomonda alohida hojatxonasi va ota-onalar yotoqxonasining o'zini ichida sanuzellari qilingan, orqa hovliga qaragan oynalari bor. Sergili 11-metrdan 300 metrgina masofada joylashgan bu xonadonlarimizda o'rtoqlar shunaqangi chiroyli bir did bilan ta'mirdan chiqarishgan havasingiz keladi. 190 mingga arziydimi yo'qmi o'rtoqlar? Agar shu xonadon sizga nasib ro'za aylaganda birinchi o'rinda kimni mehmonga chaqirgan bo'lardingiz? Bu yoqdagi podvallarni qaranglar. Uyimiz yoqqan bo'lsa like bosing.